Ko'zlarimda hijron nolasi, kel ketaylik dunyolaridan. Seni ko'rib qaldirg'och yig'lar, shu zog'larga qolsin bu bog'lar, kel ketaylik dunyolaridan. Ko'zlaringda armon jolasi, ko'zlarimda hijron nolasi, kel ketaylik dunyolaridan. Seni ko'rib qaldirg'och yig'lar, shu zog'larga qolsin bu bog'lar, kel ketaylik dunyolaridan. Yaqinlarga qo'limiz sochib, jannatlarning eshigini ochib, yur ketaylik, ketaylik dunyolaridan. Turnalarga jonimiz sochib, jannatlarning eshigini ochib, yur ketaylik, ketaylik dunyolaridan. O'tar bo'lsak jonga o't qalab, yuraklarni qiyma qiymalab, kel ketaylik dunyolaridan. Ko'zlaringda armon jolasi, ko'zlarimda hijron nolasi, kel ketaylik dunyolaridan. Xush ko'rmagan yor sochin silab, yuraklarni qiyma qiymalab, kel ketaylik dunyolaridan. Ko'zlaringda armon jolasi, ko'zlarimda hijron nolasi, kel ketaylik dunyolaridan. Yaqinlarga qo'limiz sochib, jannatlarning eshigini ochib, yur ketaylik, ketaylik dunyolaridan. Turnalarga jonimiz sochib, jannatlarning eshigini ochib, yur ketaylik, ketaylik dunyolaridan. Yurqirlarga qo'limiz sochib, jannatlarning eshigini ochib, yur ketaylik, ketaylik dunyolaridan. Turnalarga jonimiz sochib, jannatlarning eshigini ochib, yur ketaylik, ketaylik dunyolaridan. Ketaylik, ketaylik, ketaylik kel dunyolaridan. Ketaylik, ketaylik, ketaylik kel dunyolaridan. Rahmat. Ko'p chiqib yuryaptilar. Kuyovto'ra to'ylar qutlug' bo'lsin. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, baxtli taqdir bo'ling. Marhamat, joylaringizni egallaysiz. Hop, davramizga mamnuniyat bilan kuyovto'ramizni taklif qilamiz. Kuyovto'ra marosimimizni o'tkazib olamiz. Qudalarimiz tayyor turishdi. Kuyovto'ra marhamat. Kuyovto'ramizga bitta chiroyli duoni anglab qo'yamiz. Kattalarimiz qanisilar? Bujonlari kelsinlar meni oldimga. Kela qolinglar bujonlari. Kuyovto'ra maqtal bo'lib.
Köyümüz, kızımız bilan ilohim baxtli bo'lsin, uzoq bo'lsin. Kelar yillarga haqiqat to'ylarga kelishlikda hammamizga Alloh nasib aylasin. Sarpolaringiz qulluq bo'lsin. Kyotora qo'shiq qaring, ilohim baxtli taqli bo'lsinlar ilohim. Yanagi yillarga Allohim o'zining shirin shakar bo'lgan ne'mati farzandlardan ato etsin. Mana shu xonadon yana to'yxona, murodxonaga aylansin. Kyotora baxtli bo'ling, qo'shiq qaring. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelin poshamiz tayyor bo'lsalar, davramizga chiroyli yor-yorlar ostida kelinimizni ham taklif qilsak, kelin poshsha marhamat, kelin ko'rar marosimimizni ham bir yo'la o'tkazib olamiz. Marhamat kelin poshsha. Gildiroz qarsaylar bilan kutib olamiz. Kelin poshshamiz baxtli bo'lsinlar. Baxtingiz gulday ochilgani uchun bo'lsin.
kuyov to'ra sizga salom yor. Kelib boshimizni qaynatajonlari, kuyov to'ramizni dadajonlariga navbatdagi salomlarimizni yo'llaymiz. Marhamat. Sizga salom yor. Kuyov ayalarga yo'l beringlar, iltimos kuyov ayalariga navbat bermaringlar. Enabijonlar o'tmaysizlar. Enabijonga salomlarni aytib qo'ying. Qo'shaqaring ilohim. Qulluq bo'lsin qizlar qaynonajonlari. Xolalari sizlarga salom yor. Satar to'pga yarashgan, kuyovlikni talashgan. Salom salom, kelin salom, qaynog'alariga ming salom. Qoshga sagan ilikday, qoshlari ko'zlari pilikday. Salom salom yor, kelin salom yor. Sinchilari sizlarga salom yor. Ammo oyajonlar qo'llar qulluq bo'lsin. Enabijonlari qizlar qulluq bo'lsin ilohim. Osmondagi qandirg'och orqasi to'la salom salom, kelin salom, singillariga ming salom. Sizda bodomni ko'p chaqman, kajonisiga kelib chaqman. Salom salom yor, kelin salom yor. Eshitib oling jiyanchalari, sizlarga salom yor. Salom salom, kelin salom, amakilariga ming salom. To'ylar qulluq bo'lsa Xudo podsholar. Tantarisha tashlagan, bormalikni tashlagan. Salom salom yor, kelin salom yor. Abdulaylang tog'ajonlari, sizlarga salom yor. Salom salom, kelin salom, dasturxon xolamizga ming salom. Qizlar qulluq bo'lsin, marhamat, to'ylar qulluq bo'lsin.
kelar ularga salom yor yor o'ynaqdagi marjonim uzilib tamom bo'ldi tamom bo'ldi Pastivordan qaragan to'y qachon deb so'ragan salom salom yor yor kelin salom yor yor eshitib oling qo'ni qo'shnilari sizlarga salom yor yor bitta qarsak chop qo'yinglar endi kelin po'shnomizga Shodiyaxon baxtli bo'ling qizim baxtli bo'ling umringiz uzoq rizqingiz ulug' bo'lsin bugun Durbek bilan Shodiyaxonni eng baxtli quvonchli kunlarda turibmiz albatta bularning nikohlari xayrli nikohlardan bo'lsin ikkovlari qo'shiqlari baxtli taqli bo'lsin Allohim bularni yulduziga moslabdi Xudo xolasa mana shu qizimiz shu xonadonga munosib kelin emas qiz bo'lib kirib kelganlari chin bo'lsin ilohim ko'p yillarga salomat bo'lib qudandalar borishli kelishli qudandalar bo'linglar Allohim sizlarga shunaqa bir oq poyandoz bilan chiroyli kunlarni nasib ro'za aylabdi ilohim mana shu chiroyli kunlar umrbod mana shu xonadon egalariga nasib aylasin Shodiyaxonjon bugun mana shu baxtli kuningizni nishonlab xonadon egalari qalblardan yuraklardan mehrlardan qilgan mana shu sovg'alari sizga taqilgan tilla taqinchoqlar Xudo xolasa hayotingizda eng yaxshi kunlaringizda taqishlik nasib ro'za aylasin mana shu barcha chiroyli sovg'alarni yaxshi kunlarga ishlatishlik sizga nasib aylasin Xudo xolasa men o'ylayman 9 oydan keyin Allohim shirindan shakar farzandlardan ato etsa mana shu xonadonda yana Bazma Jamshid to'y tarona ya'niki kanday sunnaylar chalinishini hammamiz niyat qilib o'tiribmiz ilohim baxtli qo'shaqari taxtli bo'lishligingizni Tangrimdan so'rab qolaman mana endi azizlar berilgan seplarga bitta chiroyli duolarni aylasak xonadon kattalari qaysi tomondasizlar bu jonlarimiz Saboha onamiz bormilar davramizga tashrif buyursalar hop ichkaridalar kiramiz Muborakxon onamiz davraga tashrif buyurganlar shu qatori kelib po'shnomizni bu jonlari bormilar ismlarini yozdirib qo'yishmadi bu jonlarni ham davraga taklif qilaylik bir yo'la duolarni aylab kechamizni ochib berishadi degan niyatdamiz Muborakxon onamiz qaysi tomondalar Saboha onam oldilariga kirib chiqaman o'rnalariga Nigoraxon hoji onamiz chiqar ekanlar hamda kelin po'shnomizni bu jonlari davraga tashrif buyurishadi kelinglar davra sizlarga muntazir hop Muborakxon hoji ona chiqqanlaricha kelin po'shnomiz buvlari chiqqanlaricha Nigoraxon hoji onalar chiqqanlaricha Saboha onam duo qilib qo'yadilarmi Baxtli bo'linglar. Uzoq bo'lsin, ishqilay ulug' bo'lsin. Qo'llarim o'sha qarisin, tanjorlarisin. Serpanjor bo'lsin. Ertular. Hoji onamga bitta qarsak chop qo'yaylik. Umringiz uzoq bo'lsin Saboha onam. Nevarani to'yini ko'ryapsiz. Xudo xolasa evara, chevara, beganalarni ko'rishlik sizga nasib aylab. Mana shunaqa duolarda bosh bo'lib yurishlik ilohim sizga nasib aylasin. Dardlaringizga Allohim shifo bersin. Boshingiz hech ham to'ylardan chiqmasin. Alloh akbar, sog' bo'linglar. Muborakxon onam qaysi tomondalar kelsinlar. Endi chaqirilganlar tezroq chiqasizlar.
18 ming olamni yaratib qo'ygan Allohim o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Yurt ellarimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin. Hammani xonadonida shunaqa to'yxona, murodxona, hojixonalar Allohning nazari tushgan saxiy boylar xonadonidan bo'lsin. Bu kelinimizni qutlug' qadamlari qutlug' bo'lsin. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. Qo'shganlarni qo'sha qarsin. Mening bolajonim ham tanjoni sog' bo'lib, birgalikda hayot kechirishlarini nasib qilsin. Qudalarimda ham tanjonlari sog' bo'lib, hammalariga bosh bo'lib yurishlikni nasib qilsin. Kelar shu vaqtlarga, haqiqat to'ylarga ham kelishlik nasib ro'z eylasin. Sizlarga ham mingdan ming rahmat, omadlaringni bersin, kelajaklaring porloq bo'lsin. Ilohim amin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mening shu opamning tilaklarga qo'shilgan holda Shodiyaxon qizimiz Dilurbek bilan baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin, shu uyda kelinbas qiz bo'lib xizmat qilsin iloyim. Ularda baxtiga bu jonlari Saraxon opam, Sabaxon opam umrlari uzoq bo'lsin, undan kunlarni ko'pini ko'rsin. Katta hajlarga borganda qizim xizmat qilib kutib olishga Alloh qodir qilsin. Hammalaring xush kelsinlar, hammalaringga rahmat. Adashmasam Zamirxon onamsiz. Kelin poshshomizni katta qilgan bu jonlari. Alloh rozi bo'lsin. Bugun mana shunday chiroyli baxtga sazovor bo'lsiz. Ilohim baxti bir umrlik mana shunaqa chiroyli bo'lsin. Muborakxon xojona, niyatlaringga yetalaring kelin olamiz deb necha yillardan buyon urinib, bugun mana shunday chiroyli dasturxonlarni yozib, shuncha aziz mehmonlarni davraga chorladilaring. Chiroyli niyatlarni izhor etdilaring. Bugun mana shu ikkala baxtli bujonimizni tilagan tilaklari yoshlarimizni qurayotgan oilasini mustahkam poydevoriga aylansin. Ikkala yoshimiz qo'sha qarishsin, baxtli taqli bo'lsin. Sizlar esa bujonlar 9 oy sizlardan beryapmiz. 9 oygacha Xudo xolasa 5 asboblarni tuzashlik qo'shalog'i bilan bo'lsin. Hasanjon, Oqsanjon, Fatima yu Zuhrolardan bersin Allohim. Bittadan bersa ham bag'irlaringga bosishlik nasib ro'z aylasin. Muborakxonni endi bitta chiroyli qilib Xudoingiz bag'ringizga olib qo'yasiz. O'tirganlar bitta qarsak chop qo'yamiz. Ilohim qudachilik, menginchilik ko'p yillarga salomat bo'lsin. Qarangki, Muborakxonni ketmay turinglar. Sizlarga atalgan alohida bir qo'shig'im bor. Mana shu qo'shiqni taqdim etaman. Kechamizni ochib berasizlar. So'zlaringiz isbotini davrada ko'ramiz. Davrada bu jonlar o'ynashadi. Marhamat, davra sizlar uchun. Marhamat, qatnash kelmang. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray izlarini jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray izlarini jonim onam, jonim onam. So'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam. So'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehriboni jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehriboni jonim onam, jonim onam. Ana xushga berar. Sevsin. Duo bilan siylaganim, sira azor bermaganim. Duo bilan siylaganim, sira azor bermaganim. Bizlar uchun kecha kunduz orom nima bilmaganim. Bizlar uchun kecha kunduz orom nima bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam.
mani onam ey mani onam ko'zga suray qizlarini jonim onam jonim onam. Rahmat, sog' bo'linglar. Bitta chiroyli qarsiya aylab qo'yaylik. Ilohim hammamizni ham bu o'likka yetkazsin, shunaqa nevara to'ylar ko'rishlik hammamizga nasib ro'z aylasin. Aziz mehmonlar, oldilaringga yozilgan dasturxonlar, ne'matlar sizlar uchun. Olishib, yeyishib o'tiraverasizlar. Albatta bir piyola choy ichgunlaringcha bitta chiroyli qo'shiqni sizlarga taqdim etamiz. Orqasidan lekin kechamizni davom etamiz. Maydana to'kilib yog'arkan, sochim siypanib o'tarkan, go'zal yomg'ir. Achchiq so'zlar kelmadimi mani yorim? Tikilib bilmadimi yoki bilib bilmadimi ojiz yomg'ir? Ko'zda yoshim bo'larkan, sochim yomg'ir. Ishtaqa tilayman, ko'p yillarga salomat bo'linglar. Mana endi azizlar, davramizga hurmat va ehtiromlar. Bugun baxtli onalar qatoridan o'rin olgan. Ko'zini oq qorasi bo'lmish, yalnizgina ajoyib bir o'g'iljonlarini chiroyli to'ylarni qilib, el oldiga to'kin dasturxonlarni yozib, o'zlarining otalik, onalik burchini ado etib, bugun mana shu davraga sizlarni yurak-yurakdan, ya'ni chiroyli mehr ila taklif etgan xonadonni egalari, kuyovtoramizni, onay volidalarni davramizga taklif qilamiz. Go'zalxon, davramizga tashrif buyurasiz. Chiroyli niyatlaringiz bilan kelgan mehmonlarimizga xush kelibsizlar qilib qo'yasiz degan niyatdamiz. Shu qatorda bugundan boshlab shu xonadonga quda emas, egachi singildan ortiq bo'lib kirib kelgan quda podshohimiz Dilnozaxon sizga hamrohlik qiladilar. Marhamat, qudalar davra sizlarga muntazir kelinglar, chiroyli niyatlaringizni izhor etib. Kuyov o'g'il muborak bo'lsin. Marhamat. Yig'ilgan, kelgan aziz mehmonlarimiz, qarindoshlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz, hammalaringga kelganlaring uchun rahmat. Ilohim o'g'lim bilan qizim baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. Qudandalarimiz, biz opa-singil deganmiz. Ilohim vaqtli kelishli bo'laylik. Qizingiz dilxoh bo'lmang, chiroyli qilib o'z bir dona qizim bor edi. Allohga shukr, mana ikkita bo'lishdi. Kelin bas, qiz deb qabul qilganmiz. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin, baxtimizga boshimizda toj bo'lib turgan onajonlarim, dadajonim, opajonlar, ammajonlari, tog'ajonlar hammalariga boshim yerga tekkincha ta'zimdaman. Ilohim bizni baxtimizga ular sog' bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezmonlar. Mana bugun biz katta bir shodiyona nimasida o'tiribmiz ekan. Men avvalo qizim bilan o'g'limga baxt tilayman. Ilohim mana shu xonadonni katta-yu kichigini hurmat qiladigan, xizmatini qiladigan, kelinmas qiz bo'lsin. Ilohim baxtli bo'lsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Dilnozaxon, rahmat. Qudangiz oldilaridan qochib qo'ying, diyorlarda turasiz. Bir umr birga bo'linglar. Hech qachon Alloh sizlarni ajratmasin. Dilnozaxon, siz mana shu ajoyib Bag'dodni eng nufuzli, eng chiroyli xonadonlardan biriga qizalog'ingizni kelin emas, qiz qilib uzatdingiz. Xudo xolasa, men o'ylayman, qudandachilik rishtalari ming yillarga cho'ziladi. Go'zalxonga qarab turib baho bersak bo'ladi. Qaynonani duosini olgan.
mana shu xonadonni gullatgan, ya'ni umr yo'ldoshini borini oshirib, yo'g'ini yashirib, hayotni har bitta zarbasiga sabr bilan chidab yashagan. Ya'ni kim hammamizni boshimizdan o'tgan hayotning zarbalari bo'ladi albatta. Lekin mana shunday baxtli kunlarini Xudo xolasa ajr savobini Allohim beribdi. Ilohim uzog'idan bergani uchun bo'lsin. Go'zalxon yana bir bora qiz qulluq bo'lsinlar. Meni bir dona niyatim bor xolos. Mana shu niyatimni har bitta tagidagi har bitta ma'noda, ya'ni dunyodagi qancha yaxshi xislatlar bo'lsa, hammasi mana shuning tagida yotibdi. Mana shu kelinimiz o'zingizga o'xshagan kelin bo'lsinlar. Oilani hurmat qiladigan, erni hurmat qiladigan, xonadon egalarini hurmat qiladigan, Xudo xolasa mana shu xonadonda tub qo'yib palay yozib, yaxshi qiz deb oldingiz bu qizimizni, yaxshi kelin degan nomlarga ega bo'lishlik ilohim qizimizga nasib ro'za aylasin. Qarangki, Alloh ham bugun o'zining nurini, o'zining shafoatini taqdim etib turibdi. Shunaqa bir buyuk ko'prigi bor Allohni, bu ham bo'lsa mehr ko'prigi deyiladi. Bugun bu ikkala qudaning o'rtasiga Allohim mana shu mehr ko'priklarni o'rnatdi. Ilohim shu mehr ko'priklari hech qachon buzilmasin. Qudachilikning oltinga teng bo'lgan zanjirlari hech qachon uzilmasin. Sizlarni ko'chada ko'rganlar, bular qudanda emas, egachi singildan ortiq degan qudalar degan nomni eshitishlik hammamizga nasib ro'za aylasin. Hozir Go'zalxon, sizni ichingizdan chiqayotgan hissiyotni men so'z bilan ifoda eta olmayman. Dilnozxon, menimcha bilib turibsiz, Xudojoningizni qalbidan otilib chiqayotgan, oqib ketayotgan mehrni cheki yo'q. Ilohim mana shu mehr ikkovlaringizning ham baravariga oqsin. Xudo xolasa hech qachon qurimasin. Mana shu yoshlarimiz qo'sha qarib baxtli taqli bo'lib, dunyodagi, ya'ni Bag'doddagi eng namunali oila qaysi desa, mana shu ajoyib o'g'limiz u kelin poshshomizni oilalari bo'lsin. Yana bir bora to'ylar qullab bo'lsin. Go'zalxonim, endi qudangizni bitta mahkam bag'ringizga bosasiz. O'tirganlar qarsak cholamiz. Bitta chiroyli qilib ko'rishib qo'yinglar, mahkam achon qilib. O'zim o'rgilay. Qalblaring to'lsin, mehrlaring tovlansin. Ko'p yillarga mana shunaqa atoyka bo'lib yurishlik sizlarga nasib ro'za aylasin. Salomat bo'linglar. O'zim o'rgilay sizlardan. Qaranglar, o'zbeklarning juda bir chiroyli naqli bor. Qizi borning nozi bor deydi. To'ygacha bu degani qo'ylarni berdik. Qiz bizniki endi. Xudo xolasa mana shu nozlar ila yashashlik sizlarga nasib aylasin. Qo'shig'im nomi ham xuddi shunaqa ataladi. Davraga qudalarimizni taklif qilamiz. Qudalar o'ynashadi. Qani qarsak bo'lsin, ha? Shu bosh kerak. O'tirganlar qarsaklar bilan o'xshaymiz. Sal. Bosh kerak. Yaxshi niyat yarim ol, davlat demaslar bekor. Shuni biling yaxshilar, qizi borning nozi bor. Qiz palaqon toshidir, onasini ko'z qoshidir. Uni shoshirmang zinhor, qizi borning nozi bor. Yetilsa ham kun ko'rish, to'y shundayin zo'r tashvish. Xo'p bilan bitarish, qizi borning nozi bor. Bor nozi bor, qizi borning nozi bor. Kelin bilan kelguvchi bahor poyozi bor. Bor nozi bor, qizi borning nozi bor. Kelin bilan kelguvchi bahor bor, yozi bor. Xudolar qo'shishmaylar.
ko'p yillarga yashanglar. Kechamiz nihoyatda chiroyli, fayzli ochildi. Bitta qarsak sizlardan. Ilohim yoshlarimiz qo'sha qarib baxtli taqli bo'lasin. Azizlar, oldilariga yozilgan ne'matlar sizlar uchun olishib yishib o'tiraverasizlar. Biz esa kechamizni davom ettiramiz. Shunaqa bir naql borki, amma keldi, hamma keldi. Jiyan tug'ilganda xoladan ham oldin birinchi yuguradigan amma deymiz. Ya'ni kim yelkalarida ko'tarib katta qilgan ham amma podsholar deymiz. Davramizga hurmat va ehtirom bilan kuyovtoramizni mehribon amma podsholari Zulxumarxon, Nargizaxon, O'g'iloyxon, ammajonlar davramizga tashrif buyurasizlar. Kelin podshomiz ammajonlari bormilar? Davraga taklif qilamiz. Bir yo'la chiqishadi. Ismlarini yozdirishga ulgurmadik. Ammajonlarimiz ikkala tomonda ham ammalarni baravar chaqiramiz. Yaxshi niyatlar ila davraga tashrif buyurishadi. Kelinglar. Kelin podsho tomonidan ammajonlarimiz kutyapmiz. Kela qolinglar. Assalomu alaykum. Mana shu bugungi chiroyli kechamizning aziz mehmonlari. Mana bugun jiyanim Durbekjon, qizimiz Shodiyonaxonlarning eng chiroyli kunlarida o'tiribmiz. Ilohim bu 2 yosh uzoq umr ko'rsin. Avvalambor sog' salomat bo'lsin. Ota-onalarni hurmat qiladigan yoshlar bo'lsin. Onajoni bilan dadajonimni xizmatlarini yurib xizmatlarni qiladigan qiz bo'lsin ilohim. Bu 2 yoshga baxt saodat tilayman. Bundan keyingi hayotlar doimo shunaqangi chiroyli kunlarda, chiroyli xursandchiliklarda o'tsin. Ilohim mahallamiz havas qiladigan kelin bo'lsin ilohim. Assalomu alaykum. Fayzli xonadonimizga yig'ilgan qo'shnijonlar, opajonlar, singiljonlarim, avvalambor xush kelibsizlar. Kichkinagina, chiroyligina dasturxonimizga shu 2 yoshga baxt tilayman. Umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Ilohim mahallaga yoqadigan kelin bo'lsin. Go'zalxon singlimizda bir dona qizi bor, Durdonaxon, o'shanga sherik bo'lib, ikkinchi singil, ikkinchi qiz bo'lib kelishsin. Ilohim otajonim bilan onajonim umrimizga, baxtimizga umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Doimo tonijonlari sog' bo'lsin. Duogo'yimiz bo'lib uzoq yillar to'ylarimizga bosh bo'lib duo qilib o'tirishsin ilohim. Shular bor ko'kragimizni kerib, o'ynab kulib yuribmiz. Ilohim umri uzoq bo'lsin otajonimda. Yoqubjon bilan ukajonim, singiljonim Go'zalxon ikkalasi ham qo'sha qarisin, umri uzoq bo'lsin, bunaqa to'ylarni ko'pini ko'rishsin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Yana bunaqangi to'ylarni aqiqalarda ko'ramiz, xudo xolasa yana. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Men ham shu fikrlarga qo'shilganda jiyanimga baxt tilayman, ulkan baxt tilayman. Shu xonadonni chiroyli qilib, ozoda qilib, o'ziga o'xshatib olib o'tirsin. Ota-onasini hurmat qilsin. 2 yosh doim baxtli bo'lib, ser farzand, ser davlat bo'lib yashashsin. Assalomu alaykum muhtaram mana shu kichkina xonadonimizga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar deyman. Mana opamlar hamma fikrni bildirdim. Shu qatori ikkala jiyanimga Shodiyaxon bilan Durbekjonga baxt tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin, ser farzand, ser davlatli bo'lsin. Ilohim hech ham kamlik ko'rishmasin. Mana shunday o'zlariga bir-biriga o'xshagan, uzukka ko'z qo'ygandek bo'lib chiroyli yashab yursa, biz xursand bo'lamiz. Kelganimizda chiroyli ochiq kutib, assalomu alaykum desa, juda ham xursand bo'lamizki, mana shu qizimiz o'zimizga o'xshagan qiz bo'lsin ilohim. Ammajonlar rahmat, ko'p yillarga salomat bo'linglar. Mana endi sizlarga atalgan chiroyli qo'shiqlar taqdim etiladi. Davrada ammajonlarimiz o'ynashadi. Marhamat. Qarsaklar bilan solamiz. Nogoh ko'rinib ko'chada ulasal va xiromon, bosh qoqdi ketdi. Nogoh ko'rinib ko'chada ulasal va xiromon, bosh qoqdi ketdi. Qo'shiqchiday boqilib chiqqaslar
sheva qilib ketdi mani o'ziga hayron ishyoq deyib ketdi bir sheva qilib ketdi mani o'ziga hayron ishyoq deyib ketdi bir vaqti ketdi yo'q deyib ketdi hay hayna javohir dori deyib ketdi bir vaqti ketdi yo'q deyib ketdi hay hayna javohir dori deyib ketdi Yeshiva bilan borur elik ko'chada o'shaq mag'ribni qilib qol Yeshiva bilan borur elik ko'chada o'shaq mag'ribni qilib qol Men qizim iloman qalbim bo'lay hayron zolit deyib ketdi Men qizim iloman qalbim bo'lay hayron zolit deyib ketdi Bir vaqti ketdi yo'q deyib ketdi hay hayna javohir zolit deyib ketdi Bir vaqti ketdi yo'q deyib ketdi hay hayna javohir zolit deyib ketdi Mashriqni bu dunyoga xarob etgansen sani ko'zlar shahlob ayni so'zini aytib bu dunyoga qarabon dolit deyib ketdi ayni so'zini aytib bu dunyoga qarabon dolit deyib ketdi bir vaqt deyib ketdi yo'q deyib ketdi hay hayna javohir zolit deyib ketdi bir vaqt deyib ketdi yo'q deyib ketdi hay hayna javohir zolit deyib ketdi bir davom etamiz ha Altından demir yürüttü Kaşı gözü kara çünkü bana Gel sözünden beri durmam Ama bilemem bu şambala Altından demir yürüttü Kaşı gözü kara gece bana Gel sözünden beri durmam Ama bilemem bu şambala Amara bu reyne batir Her gün ezelde güzeldir Amara bu reyne batir Her gün ezelde güzeldir Olsun satay sana kızman Bu bedemeli güzeldir Olsun sarıncara kızman Bu bedemeli güzeldir Mazı 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 deydi Olmak bir yandı yedi Sen bulmasan bu hayatta Ben de şüphemem dedi Mazı 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 deydi Yürek darın deydi Sen bulmasan bu hayatta Ben de şüphemem dedi Kuş gibi Durmagin yolunda gülüm Gel fırsat yakındı bölüm Çekirmeni yazdığımda Gülüm durma gözsüzüm Çekirmeni yazdığımda Beni bakma gözsüzüm Ale canım içki sen Not telefonuna mı sen Sokundum sana dım dım Şuna sıkıradan kim girmez Göçtün etton Doktor aynı yapaya bakıyor Burada berek Hoş geldin Zor şarı bir fazla demiş Mazı 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 deydi Olamayan deydi Sen bulmasan bu hayatta Ben de şüphemem deydi Mazı 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 deydi Yürek darın deydi Sen bulmasan bu hayatta Ben de şüphemem deydi yillarga yashanglar. Azizlar, endi davramizga hurmat va ehtiromlar kelib qo'shamizga oqsitlarni ichkizib qiz qildim deb suyungan biz ajoyib qizimiz Gulsanamxonni mamnuniyat bilan davraga chorlayman.
Gulsanoxonni yonlariga Durdonaxon hamrohlik qiladilar kuyovbalamizni singiljonlari. Chiroyli niyatlar ila davraga tashrif buyurasizlar, kelinglar. Yaxshi niyatlaringizni qo'yib qo'yasizlar, keling. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar xonadorimizga. Jiyanim Durbekjon, Shodiyonaxonga baxt tilayman. Doimo baxtli bo'lsin. Ilohim qo'sha qarisin, shirindan shakar farzandlarni go'zal ota-onasi bo'lib yurishlik nasib qilsin. Bu bolajonlarimiz baxtiga opam, akam sog' salomat bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men ham akajonimga baxt tilayman, doimo baxtli bo'lishsin. Katta rahmat Gulsanoxon. Qiz qulluq bo'lsinlar. Ilohim o'zingizga o'xshagan baxtli qiz bo'lsin. Qizim sizga ham baxt tilayman. Chiroyli qo'shiqlar sizlarga. Marhamat. Davrada yana bir jonimiz o'ynashadi. Nollekunam hamisha, xandon xudam hamisha, dardagi dilozori, davom batisha. Nollekunam hamisha, xandon xudam hamisha, cheki boronorin, shtir hamisha. Ey yor diyo, dilbar diyo, dilramra budi. Hiç kim bilmez dur şeyle gidip hanı koy bana yaptı insanlar yaptı bu balından gelme stop yapma koy bana yaptı insanlar yaptı ben balından gelme şaşma yapma hey koruma başka bala gidin benden sakin anlara ama bu ema fakat benden gelen olur sen şunda falan şuna kayırlamak, gözümle cüda yaşlı kurlamak, zaten hemen de kollarını, haksadını yakışı bilemem, koy bana yaptı, insanlar yaptı, mutlu balından kelime asla, yapma yaptı, koy bana yaptı, insanlar yaptı, bana balından kelime, şaşma yapma yaptı, hadi bu şiirler kızlar. Karası, derdim davası, senden güç almayayım anam, başın belası, başın karası, derdim
derdimni davosi Sendan kecholmayman boshimni balosi Ey qora ko'z sen kimni yorisan bilarmisan ko'nglim azorsan Ey qora ko'z sen kimni yorisan bilarmisan ko'nglim azorsan Sen unda zorman bunda avora kuydirmagan dilimni borisan Sen unda zorman bunda avora kuydirmagan dilimni borisan Qoshimni qarasi dardimni davosi Sendan kecholmayman boshimni balosi Qoshimni qarasi dardimni davosi Sendan kecholmayman boshimni balosi Salomat bo'linglar, ko'p yillarga yashanglar. O'tirgan aziz mehmonlar, bemalol chiqib o'ynab kulinglar. Ha, tabriklaganlar o'zi uchun emas bu qo'shiqlar. Sizlar ham chiqaverasizlar, bemalol qaysi qo'shiq bo'lsa so'rasalaring qo'limdan kelgancha ijro etib beraman. Bugungi kechani chiroyli qilib o'tkazishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mana endi navbat xolalarimizga kelibdi. Davramizga hurmat va ehtiromalar kelin poshshomizni xolalarini taklif qilamiz ekan. Chiroyli niyatlarini izhor etib qo'yishadi. Kelin poshshoni xolalari bormilar? Kuyov to'rani xolalari kelmabdilarmi? Nigoraxon. Marhamat. Bu tomondan ham birorta xolalari chiqib qulli bo'lsin, bu yoqqa kelasizlar. Ikki yoshga baxt tilaymiz, doimo baxt tilaymiz. Men ham ikkala kelin bilan kuyovga baxt tilayman, doimo baxt. Katta rahmat xolajonlari. Mana endi o'ynab berasizlar shu qo'shiq. Yuragida tuborlab birgalashib chiqaverasizlar. Yoshlar chiqinglar endi arqadagilar, kelinglar. Go'zalxon qo'shnilaringizni torting davraga. Mana marhamat. Ha. Bir qarashu dilbaqlaroq mana bu go'zalni bormikan sevgani. Bir qarashu dilbaqlaroq mana bu go'zalni bormikan sevgani. O'zi shirin, so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani. O'zi shirin, so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay umrga sevgani oh bu kabutar bu yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli oh bu kabutar bu yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli ana balanimada botdi tojikcha gapiryapti dangi jo'ja deb boshimni qotiryapti Qani bakchaye beton Toshkentda xushomadon bizaga faqashmas tojikmi yo o'zbekon ana balanimada botdi tojikcha gapiryapti dangi jo'ja deb boshimni qotiryapti
خوش آمدید نظمی کار سلام آمدید ای بایزن آمدید ای بچه خوش آمدید السلام خوش آمدید نظمی کار سلام آمدید ای بایزن آمدید ای بچه خوش آمدید در جاشما دختر رستگار بیا کنه آخ شیرین زبا انا بلن مدواده تاجیک چه گپرواده تاجی جا بیراده باشم نقمرواده امروز کجای آفتاب هیچ را من خواب موشین چه سوز مست من نبود جواب وقت جانم منه یک دخل نکنه تو ستارم منه گلی گلی موزه کنه وقت جانم منه یک دخل نکنه تو ستارم منه گلی گلی موزه کنه بچه جیگر تو کوکو نغزش ماک تو تو میبخشیشی برادر بلابر ریزمشی تو بچه جیگر تو کوکو نغزش ماک تو تو میبخشیشی برادر بلابر ریزمشی تو
O'ynaganlarga rahmat. Bitta qarsak chop qo'yaylik o'ynaganlarimizga. Kechamizga juda chiroyli fayz qo'shib berdilar. Hurmat va ehtiromalar, xudolar nomidan Nodiroxon, Ziroatxon hojini davraga taklif qilamiz ekan. Shu qatori mani jiyanim Gulnoraxonim xudo bo'lishsa kerak. Gulnoraxonjon, sizni ham davraga taklif qilaman. Mani apamni eng yaxshi ko'rgan kelinlari, mana ajoyib yaxshi ko'rgan jiyanim oilalari. Biz bu Gulnoraxonni kelin emas, qizimizdek ko'ramiz. Alloh rozi bo'lsin. Hammani kelini mana shu Gulnoraxonga o'xshagan kelin bo'lsinlar. Qarindosh urug'lar ichida ham, mehribonlar ichida ham hurmat qozongan qizlarimizdan birilar. Gulnoraxon kelin asali. Nodiroxon xudo podshomiz qaysi tomondalar? Ziroatxon xudo onalar, kesinlar, hojonalar. Assalomu alaykum, hurmatli opajonlar, singiljonlar. Bugungi to'ylar qutlug' bo'lsin. Ilohim mana shu kelinimizning poy qadamlari qutlug' bo'lsin. Allohim ilohim mana shu uyga o'z nurini yog'dirsin, barakatini yog'dirsin. Kelinimiz o'zi bilan fayz baraka olib kirsin. Allohim ilohim mana shu yoshlarimizga solih farzandlar bersin. Zurriyatlaridan qoriyalar, qudra olimlar yetishib chiqsin. Mana shu onajonlarini, Sabaxon xolamni, Boray opamlarni ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ustozimizni ham Go'zalxon Tanjoningiz sog' bo'lsin. Yorqinjon bilan baxtli bo'linglar. Katta hajlarga boringlar ilohim. Hammalaringga hajlarga borishni ilohim nasib qilsin. Mana shu xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Yanagi yillarga mana shu kelin qizimizga Allohim solih farzandlar nasib qilsin. Assalomu alaykum. Mana shu xayrli xonadonga yig'ilgan mehmonlar hamda mezbonlar. Xush kelibsizlar. Avvalo bu xonadonga oilaviy baxt tilayman. Havas qilsa qilgudek oila. Juda ham chiroyli mana qizlarini tarbiyalab, mana bizga uzatishdi. Mana bir chiroyli hurmatimizni qilishib yuribdi. Bular ham ilohim tanijonlari sog' bo'lsin. Mana shu kelayotgan kelin Go'zalxonga kelin emas, qiz bo'lsin. Bitta qizi bor edi, mana ikkita bo'ldi. Ikkita o'g'li bor edi, 3 ta bo'ldi. Yorqinjon ham Go'zalxon tanijonlari sog' bo'lsin. To'yda doimo xonadonlarda xursandchilik bo'lsin. Qudalar borishli kelishli bo'lsin. Bizga o'xshab opakadek bo'lib yurishsin. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar mehmonlar. Ikkala yoshga baxt tilayman. Ota-onalari bolalarini farzand nima orzu havaslarini ko'rib yursin. Ilohim baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Rahmat katta, sog' bo'linglar qudalar, ko'p yillarga salomat bo'linglar. Endi o'tirmay turasizlar. Sizlar bo'lib qo'shilgan gredi davrada quda Qo'ydim shamdona, yutdim bilmaysiz. Sog'indim ko'man yonib, yechim bilmaysiz. Sham qoldi yona, so'rg'a ketdi vazona. Sham qoldi yona, so'rg'a ketdi vazona. Axir sizda jahona keldim bilmaysiz. Axir sizda jahona keldim bilmaysiz. Shamni qo'ydim shamdona, yutdim bilmaysiz. Sog'indim ko'man yonib, yechim bilmaysiz.
sog' bo'linglar. Mana oshlarim tortildi. Albatta, O'zbekning eng yaxshi taomlaridan biri osh. Ya'ni umralarda yurdik, hajda yurdik, shunaqa chiroyli taomlar, lekin oshni ko'rsak baribir biz o'zbeklar boshqacha bo'lib ketganmiz. Mana borganlar bora. Oshni ko'rsangiz O'zbekistonda hidi keladi. Shunaqa bir yuragingiz orzu qilib ketadi. Allohga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Kelin poshshomiz tayyormilar, singlim? Kelin poshsho, 1 daqiqaga chiqsinlar oldimga. Go'zal xonim, qaysi tomondasiz? Keling oldimga. Har bir ota-ona farzand boqarkan, farzandim o'nsin, o'ssin, voyaga yetsin deydi. O'g'il boqarkan, o'g'lim yiqilmasin, sinmasin, qaddi baland, qadri baland bo'lsindirkan. Ya'ni kim avaylab, asvaylab mana shu farzandni boqib o'stirib, uylar qurib, sandiq to'ldirib, men to'y qilaman deb yillar yig'inib, sandiqni to'ldirib, bir kunda hammaga chochib, mana shunday chiroyli kunlarga eng baxtli onalardan birisiz. Kelin poshshomiz olib chiqinglar. Tayyor bo'lsalar, darrov chiqsinlar. Nima deydi? Qolgan pardoz andozlarni mana shu yerda beramiz. Kela qoling kelin poshsho. Go'zalxon, bu yillarni, bu kunlarni yillab mehnat qilib kutgansiz, to'g'rimi? Yorqinjon akam bilan qancha yina bilan quduq qazib, mehnat qilib, 2 farzandni o'tkazib, ularni baxti kamolini ko'raman deb, mana shunday chiroyli jannat makonlarni chiroyli qilib yasatib, kelin olaman deb qancha mehnatlarni qilgan onalardan birisiz. Farzandi uchun jonini fido qiladigan, har qancha sinov zarbalarga chidash beradigan bu ota onadir. Endi o'tirganlar qo'llaring men bilaman, lekin mana shu ayol uchun, Yorqinjon ukam uchun bitta qarsak cho'q qo'yaylik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Ilohim mana shunaqa kunlar sizlarga ham nasib ro'za aylasin. Kelin poshsho, davramizga tashrif buyurasiz. Bugun boshlaringizga o'ralgan oqari ro'mollaringiz hayotingizda bir marotaba o'ralgani chin bo'lsin. Shodiyaxon, siz mana shu shaharning eng namunali, eng chiroyli xonadonlarga kelin emas, qiz qilib qabul qilindingiz. Ayiziyamlardan joy olasiz, onam. Ana shu yerda turib chiroyli salomlarni aylaverasiz. Qizim, mana shu boshlaringizga o'ralgan oq qari ro'mollar hayotingizda bir marotaba o'ralgani chin bo'lsin. Ya'ni kim siz bu xonadonga juda katta orzu havaslar, juda katta mehnat ila, juda katta mehr ila shu xonadonga kelin emas, qiz qilib qabul qilindingiz. Durbekjon voyaga yetgandan boshlab ammajonu xolajonlar, qadrdonlar, mahalladoshlar kelin oqtargan biz, to'g'rimi? Go'zalxonni o'zlariga ham ozmunchiq kelin oqtarmaganlar. Qancha qizlarni ko'z ostiga olganlar. Ya'ni kim Durbekni bo'ylariga bo'yi, aqllariga aqli, chiroyiga chiroyi mos bo'ladigan qiz topaydi. Borib qizim, ayajoningiz sizni xonadoningiz ostonalardan qadam ranjida qilganlar. Qarang, o'sha yerda turib qizimizni onalarini ko'rganlarda aytganlar. Onasi shu bo'lsa, qizini ko'rmasdan olaman. Xudo xolasa mana shu qiz meni xonadonimga munosib qiz bo'ladi. Xonadonimga kirib kelsa quti barakot, fayzi barakot bilan kirib keladi degan niyatlar ila o'sha xonadonga kirib borganlar. Bizi o'zbekona udumlardan birida sovchilikka borgan ona albatta choynak ko'targan qizni kutadi. Qachon qiz kiradi-yu, qachon qalbimga o'tiradi-yu, mana shu yerda sovchilik degan bizi o'zbekona udumlarga tochgani qo'yamanda, to'y qilaman degan orzu havas bilan qadam ranjida qilishadi. Ana shunday damda bizni Shodiyaxon qizimiz choynaklarni ko'tarib sekin ayajonlarni oldilariga kirganlar, to'g'rimi? Go'zalxon o'sha yerda turib yuraklari qinidan chiqadigan darajada o'ynagan. Shodiyaxon ayajoningiz sizni bag'rilariga olganlar, to'g'rimi? Mahkam qilib achon qilganlar. Ana o'shanda ayajoningiz aytganlar, men o'ylagan qizni, men xohlagan qizni topdim deganlar. Allohim o'sha kuni o'sha zahoti Go'zalxonni qalblariga shunaqa katta mehrni solganki, muhabbatni solganki, qizim, siz bugun mana shu kechani qirolichasi bo'lishingizga sababchi onajoningizning qalbidan otilib chiqqan mehr bo'ladi. Onajoningizning qalbidan otilib chiqqan muhabbat bo'ladi.
ana shuning uchun ham siz bugun mana shu kechani qirolichasiga aylandingiz. Mani sizga bo'ladigan bitta chiroyli nasihatim, bitta chiroyli gapim, onajoningizga Allohning bergan mana shu birinchi muhabbatini 100 yillar umr ko'ringda shu muhabbatni yo'qotmaslikka harakat qiling. Qizimiz xonadondan kirib keldilar, quti barakot, fayzi barakot, nihoyatda chiroyli mehr ila, sadoqat, vafo ila, ya'ni kim mana shu xonadonga qo'ygan juda katta qalb ila kelinlarga xos bo'ladigan vazifalardan, xislatlardan biri pazandalik, ozodalik, shirin so'zlik bilan kirib kelganlari Xudo xolasa chin bo'lsin. Qizim mo'jazgina shu shiringina bo'lgan xonadonga bugun sizni bir to'pantirgul qilib o'tkazib ketishyapti. Ayajonlaringiz, dadajonlaringiz mehnat qilib sizni boqib, voyaga yetkazib shu xonadonga kelin emas qiz qilib uzatishdi. Xudo xolasa siz qizim shu xonadondan faqat rahmatlarni oborguvchi aqlli, idrokli kelin bo'ling. Honetda mana oxirida komissiya a'zolari o'tirishibdi. Bu mahalladoshlar deyiladi. Ya'ni kim kelinni yaxshisini oshirib, yomonini yashiradigan. Ertadan boshlaysizlar, hammalaring azonda turib eshikni sekin ochib ko'rasizlar. Eshigimni tagini shipirdimikan bu qiz? Ertadan birinchi imtihon boshlanadi qizim. Imtihonni 1 yilligi bor. Xudo xolasa mana shu imtihonlardan sabr ayyub, sabr bardosh, sabr toqat, sabr matonat ila o'tasiz qizim, siz baxtdan yaratilgan qasrni haqiqiy bekasiga aylanasiz. Yoningizda turgan mo'nisgina, shiringina, mo'nbargina bo'lgan ayajoningizni eng shirin, eng ajoyib qizalog'i qatoridan o'rin olasiz. Qaynotangizni duolarini olib, ichkarida sochlari oqarib o'tirgan mo'ysafid bo'lgan ajoyib buvijoningiz o'tiribdilar. Iloji boricha mana shu buvijonlarning duosini olib yashashlik sizga nasib ro'za aylasin. Azizlar, men bitta narsani aytaman. Bugundan boshlab Go'zalxonga 9 oy otpuska beramiz. 9 oy mazza qilib damda oladilar. U uyda, bu uyga kiradilar. Mana Durbegimni Xudo xolasa dastlariga Alloh bersin, ayajon dadajonlarni sanatoriyalarga jo'natsin. Mazza qilib 9 oy damda olib, 9 oydan keyin poshsho belingizga nima deydi, kamarni bog'laysiz. Go'zalxon ismingizni boshqacha qo'yamiz. Ushlab turing, xon bo'lasiz. Mana shu qizimizga Alloh nasib aylasin. Boshida aytganimdek, Hasanxondan Fatima Zuhro yoki bo'lmasam bittadan bo'lsa ham bag'ringiz bosishlik nasib ro'za aylasin. Qizim baxtli bo'ling, taxtli bo'ling. Mana shu chiroy sizni hech qachon tark etmasin. O'zingiz chiroyli qiz ekansiz, Xudo xolasa hayotni ham chiroyligini qurasiz degan niyatdaman. Ana endi balajonim, ro'molingizni sekin ko'taring, ayajoningizga qarab oling. Ayajoningizga qarab oling, sekin ko'taring. Ayajoningizni eldi ichida mahkam bag'ringizga bosing. Go'zalxon mahkam qiling. Ilohim bir umrlik ona bola bo'linglar. Mehr sizlarni hech qachon tark etmasin. Qo'shganlaringni qo'shib qarassin ilohim. Endi qarang, bo'ldi qizim. Endi qarangki, Go'zalxon yo kelinchak kirib kelsa, men shunday deymanki, tetapoyaqli yosh bolada kirib kelar ekan. Mana shu kelinchaklarni hayot maktabiga boshqarishlik biz qaynonalarni yelkasiga yuklatilgan vazifa bo'lar ekan. Mana shu balajoningizni hayot maktabiga boshqarishlik o'zginizga nasib aylasin. Qizingizni qo'lidan ushlang endi. Oling qo'llaridan. Qarsak cho'laylik. Davraga chorlaymiz. Davrada qaynona kelin o'ynaydi. Kichkinalar chekiga chiqib olinglar, asallarim. Chekirib.
Kesinlar. Qizlar, aytvoringlar kelin poshshona opag'aylarim. Shularmi? Kelin do'xtaryapti opag'aylarini. Mahkam ushlab turing. Bormalar opag'aylari. Marhamat, kesinlar kutib turibmiz. Endi so'z berganda so'zlamasam chiday olmayman. So'z bermasam chiday olmayman, so'z bermadi deb. Mana shu kelinimiz nima deyapman? Men 55 yilga qaytdim. Balkim kelin poshsho va kelin qizim. Qaplasaga bakking. Opkang bu yoqqa. Sababamni kelin bo'lib kirib kelgan holati. Norisapa to'g'rimi? Sababamni o'zi bu qiz kirib keldi shu xonadonga-da. Qohir aka, umringiz uzoq bo'lsin jonim akam. Sababa jonim, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'sha qarib yuring. Siz savopamga o'xshab kelin qiz bo'lib kirib keldingiz. Men savopam kelin qiz bo'lib kirganda ana shu mana oyog'ingiz tegdirgan mana shu qizchalarda qizcha edim. Savopamda oldiga kelib, ikkovining o'rtasiga hech kim oq to'y qilmagan, oq to'y deyilgan vaqtda ikkovining o'rtasiga kirib o'tirib olganman. Hamma haydasa ham ketmaganman. Qishloqdan ham ko'chib kelgan vaqtimizda. Hozir men o'sha bolalik davrimga qaytib o'tiribman bu kelin qizimizni ko'rib. Qo'shgan qo'shag'ingiz bilan qo'sha qaring. Baxtli, taxtli bo'linglar, toji taxtli bo'linglar. Bag'ringiz butun, toji taxtingiz butun bo'lsin. Rizqlaring ulug' bo'lsin. Ilohim, yorqinjonim. Ilohim, sen ham qo'shgan qo'shag'ingdan qo'sha qarib, nevaralarni, chevaralarni Qohir akam bilan sopamga o'xshab Sadosh, Umidjon, Yoqijon, Go'zalxon hammalaring uylab joylashdi. Alloh o'z nasib ro'z eylasin. Endi tomog'imga bir narsa kelib qilib qoladi-da. Savopamni yelkangda ko'tarib Umidjon akalang Qohir akam akalasini umraga olib borib, hoji ota, hoji ona qilib kelinglar. Shunga qodir qilsin, qodir egamdi o'zi. Xatorimizdan xato bo'lmay, shukrlarni ham ko'rsatganiga shukr. Sopajonim ovozlarimni eshitib turgansizdir. Qachon kelding dedi, qachon chiqsam. Bir kunda xabar olmagan kuni hech yo'q bir marta xabar olardi. Umri uzoq bo'lsin opamdi. Meni singlim bo'lmaganligini bilintirmagan sopam. Yolg'izligimni bilintirmagan. Kechasi og'rib qolsam ham telefon qilsam kirib qo'limda qilgan. Umri uzoq bo'lsin. Ming marta men roziman, sopamamizdan rozi bo'lsin. Umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Hammamiz to'ylarda shunaqa chiroyli kunlarda salomat yuring. Ekala kelin qiziga ham, ekala o'g'illariga ming marta rahmat. Mana savobamni
Qohar akamni yuzlarini yerga qaratgan kelin o'g'il bo'lmadi. Hamma farzandlari ham, qizlari ham. Ilohim hamisha shunaqangi harakatda barakatda. Mana hamma yo'laring barakatli bo'ldi, chiroyli bo'lib yashayapsizlar. Hammaga ming bor rahmat. Baxtli bo'lasiz. Hammamiz shular baxtini ko'raylik. Mahallani yoshlari, qarlari hammalaring o'yinga. Eng qarisi men manaman. Gapirmadimmi? Tilaklarga qo'shilgan holda jiyanimizga baxtli bo'lsin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin, salomat bo'lsin. Sopimga o'xshaymi? Assalomu alaykum. Ushbu bizni xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Ilohim Shodiyonaxon, Durbekjon o'g'limiz, ilohim qizimiz baxtli bo'lsin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Ilohim xizmat qilishda charchamang. Kamida onajoningizga o'xshagan kelin bo'ling. Ilohim baxtimizga dadajonim, onajonim ham sog' bo'lsin. Hammalaringga rahmat, xizmat qilganlarga ham. Ilohim Go'zalxon bilan akam ham baxtli bo'lsin. Ilohim endi navbat Xudo xolasa Ashrafbekka, biz tomonda ham bor Nur Muhammadga. Yo'q, endi bu xonadonda demoqchiman. Nur Muhammadga. Ilohim yoshlar baxtli bo'lsin. Hammalaringga rahmat, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barcha yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Ilohim qizimiz bilan o'g'limiz baxtli bo'lsin. O'zlaridan ko'payishib, sog' bo'lib yurishaversin. Qaynonasiga o'xshagan kelin. Rahmat, sog' bo'linglar. Qo'shiq qarilsin yoshlarimiz. Marhamat, endi o'yin navbati sizlarga. Chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Mana bo'lish kerak. Chiroyli senting yo'q, endi salomatim yo'q. Bo'lma yurishimda, voydat ko'ylaging yo'q. Mas ayladik, sarmas ayladik, mening yuragim. Kichkina qizlar, chekana qo'chiq olinglar, kichkina toylar. Mana oldinga keling, mana to'yinglar. Mening yuragimga ishqi joyladik. Yanaqlaring qizil, dudoqlaring qizil, jinnatlasan voydat saling sizil. Yanaqlaring qizil, dudoqlaring qizil, jinnatlasan voydat saling sizil. Mas ayladik, sarmas ayladik, mening yuragimga ishq ayladik. Mas ayladik, sarmas ayladik, mening yuragimga ishq ayladik. Şnoje, şirin, kamina, bobe, şirin,
Nergiz abi oturun. حبيبي يا نور العين سنجد غيالي عاشت ده سنين وانا غيرك في داري حبيبي يا نور العين سنجد غيالي عاشت ده سنين وانا غيرك في داري حبيبي 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 يا نور العين 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 يا سنجد غيالي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام بام يا جماعة أنا مش لاقي تليفوني يا جماعة بيرن هناك ما تجيبوهولي يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يوطي السماعة مش عارف ابص في الساعة
ya baba, Sidi Mansur ya baba, ikinci Manzur ya baba. Открывает двери без ключа. На теле как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Тут новый красавчик, тут твой валет. Ну как будто свой мальчик, ну как санитай ты. Ну давай уйти. А, ты что ли валет? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Меня зовут Бекзат, все зовут меня. Rahmat, sizlar sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi mehmonlar bir daqiqa fotoqa qilaylikni turamiz, qizlar. Har narsani boshi degandek yakuni ham bo'lar ekan. Chiroyli duolarga kattalarimizni chaqirsak, chiroyli qilib duo qilib berishadi. Xonadon kattalari kelinglar. Muborakxon bu qani? Mana shular kelin emas, ikkalasi qiz bo'lib kelgan mana shu xonadonga. Go'zalxon bugun mazza qilib, oyoqni uzatib, jayrab uxlaysiz endi. Opam ham, akam ham qo'shilib sizga. Qo'yinglar, hammalarga rahmat. Buni stressini o'zim ko'rdim. Buni harakatlarini o'zim chiqib ko'rib turdim. Shuncha aytayapman bu gapni. Ikkala keliniga ming marta rahmat. Go'zalxon, marra sizniki. Endi Sadosh bilan Malikaxonga berdilar hozir bayroqni. Ikkovi stressda bo'lib uxlolmasdi bir oy. Muborakxona kesinlar endi bitta duo qilib bersinlar, keling. Keling, marhamat, kelavering. Mingta narsani yoyib qo'yib, sizlar bo'lmasalaring tatimaydi. Borlaringga shukr. Allohim omadlaringni bersin. Bundan ham martabalang ulug' bo'lsin. Kelganlarga rozi bo'linglar, ilohim. Tanjonlang sog' bo'lsin. Shu hammalaring kelganlarga rahmat. Meni bolajonlarimning baxtini, taxtini bersin. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. Allohim Parvardigam kelar shu vaqtlarga 5 to'y aqiqalarga Xudo xolasa sizlar taklif qilamiz. Hammalaringni ilohim o'tganlarda Alloh rahmatiga olib, qolganlarni salomat qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika arhamar rohimin. Sog' bo'lsinlar, ko'pinglarga salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda ko'rishlik hammamizga nasib ro'z aylasin. Bugun mehnat qilgan jamiki azizlarga, xonadon egalariga, mana shu bir umrlik tarix sahifalariga olib qo'yib turgan mana shu ajoyib o'g'limiz, videochi o'g'limizga, shirin oshlarni damlagan oshpazlarimizga, jamiki qarashgan jiyan qizlarimizga, hammalariga katta rahmat deyman. Shuning uchun meni kelinim ham umri uzoq bo'lsin, meni qizim ham tanijonlari sog' bo'lsin. Mana chiqarolmadim, endi qizim qarib. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa bir ajoyib qizni bizga Alloh nasib aylagan. Xudo xolasa bu xonadondan chiqqan kelin, bu xonadonga kirgan kelinlar hammasi baxtli taxtini topadi. Duolarni olguvchi aqlli, idrokli kelinlar bo'lishadi. Onangizga rahmat sizga ham. Butun Qo'qon qarindoshlari nomidan sizga katta salom, katta rahmatlar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.